Fundamentals of Physics Test Bank kitobi 2-bob 21-test. A particle zarracha moves harakatlanmoqda along bo'ylab the x-axis x o'qi according to the equation tenglamaga ko'ra x barobar 6t kvadrat where bu yerda x is in meters, x metrlarda and va t is in seconds, t sekundlarda. Therefore, shuning uchun the acceleration tezlanishi of the particle zarrachaning is 6 meter per second square, 6 metr taqsim sekund kvadrat. T cannot be negative, demak t vaqt negativ bo'lolmaydi, manfiy bo'lolmaydi. The particle zarracha follows a parabolic path. Demak parabolik demak grafik hosil qiladi deyapti. Trayektoriyasi albatta. Each second, har sekundda the velocity vektor tezligi of the particle zarrachaning changes o'zgaradi by 9.8 metr taqsim sekundga. None of the above, yuqorigilardan birortasi to'g'ri emas demoqda. Xo'p. Demak, bizga zarrachaning tenglamasi berilgan, harakat tenglamasi x teng 6t kvadrat. Undan birinchi hosila tezlik tenglamasini berib, bu 12t ni beradi. Ikkinchi hosila esa bizga tezlanishni beradi. Bu 12 ga teng. Metr taqsim sekund kvadrat. Xo'p. Birinchisida aytyapti A'sida. Zarrachaning demak tezlanishi 6 metr taqsim sekund kvadrat deyapti. Lekin bizda 12 chiqdi. Demak bu noto'g'ri. A'imiz noto'g'ri. Xo'p, B'da aytyaptiki t vaqt manfiy bo'lolmaydi demoqda. Kinematikada vaqt manfiy bo'lishi mumkin. Bu sanoq boshidan oldingi o'tmish vaqtni bildiradi xolos. Demak bu ham xato. Uchinchisi, the particle follows a parabolic path. Demak zarracha faqatgina x o'qi bo'ylab harakatlanadi. Ya'ni uning yo'li to'g'ri chiziq. Tenglama parabolik bo'lsa ham trayektoriya to'g'ri chiziqli. Desa each second the velocity of the particle changes by 9.8 metr taqsim sekundga. Demak tezlanish 12 metr taqsim sekund kvadrat bo'lganligi uchun bu tezligi 9.8 ga emas, albatta 12 metr taqsim sekundga o'zgaradi har sekundda. Demak D ham xato. Bundan kelib chiqadi yuqoridagilarning to'rtalasi ham xato. Bizda E javob to'g'ri bo'ladi shunda. Keyingi testimiz over a short interval, demak qisqa interval oraliqda near time vaqt yaqinida, ya'ni t barobar 0 vaqt yaqinida, ya'ni shu oraliq kichik oraliqda demoqchi. The koordinatasi of an avtomobilning in meters, metrlarda is given, berilgan by, demak xt teng 27t minus 4t kub, where bu yerda t is in seconds, t vaqt sekundlarda, at the end oxirida of 1 second, birinchi sekund oxirida the acceleration
tezlanish of the after is, demak avtomobil tezlanishi quyidagilardan qaysi biriga teng? Demak bizga harakat tenglamasi berilgan. Bundan birinchi hosila olamiz. Tezlik beradi 27 minus 12t kvadrat. Ikkinchi hosilamiz esa tezlanish tenglamasini beradi. Bu minus 24t. Xo'p, birinchi sekund oxiridagi tezlanishini topadigan bo'lsak, shu tenglamaga 1 ni qo'yamiz t o'rniga. Bu minus 24 metr taqsim sekund kvadrat tezlanishni beradi. Demak, javob E. Keyingisiga o'tamiz. 23-si. Over a short interval, demak qisqa vaqt davomida starting at time t equal 0, demak t barobar 0 vaqt boshlanishida the coordinate of an avtomobilning koordinatasi in meters, metrlarda is given, berilgan by, demak x t barobar 27t minus 4t kub, where bu yerda t is in second, sekundlarda the magnitude qiymatlari of initial boshlang'ich, ya'ni t barobar 0 vaqtda, velocity vektor tezlik and acceleration va tezlanishi of the avtomobilning respectively are mos ravishda quyidagilarga teng demoqchi. Xo'p, demak biz yuqorida birinchi ikkinchi hosilasi tarzida tezlik hamda tezlanish tenglamasini topgan edik. Bir xil tenglamalarimiz bo'lyapti. Demak, tezlik tenglamasiga t barobar 0 vaqtdagi, demak boshlang'ich tezlikni topamiz. T barobar 0 vaqtimizda v barobar 27 minus 12 ko'paytirilgan 0 barobar 27 metr taqsim sekund. Endi bu vaqtda tezlanish barobar minus 24 ko'paytirilgan 0 bo'lmoqda. Bu demak 0 ga teng. Xo'p, bundan kelib chiqyapti 27 metr taqsim sekund va 0. S javobimiz to'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. At time, shu vaqtda t barobar 0, a car, mashina, has a velocity, tezlikka ega, of 16 metr per second, 16 metr taqsim sekund. It slows down, u sekinlashmoqda, with bilan an acceleration, tezlanish, given by, berilgan, minus 0.5 t in meter per second square, metr taqsim sekund kvadratlarda, 40 in seconds, demak t sekundlarda. It stops, u to'xtaydi, at t equal, demak u qachon to'xtaydi degan savolni qo'ymoqda. Shu vaqtni topishimiz kerak. Demak bizda tezlanish tenglamasi berilgan. A barobar minus 0.5 t. Demak mashina qachon to'xtaganligini biz topishimiz uchun tezlik tenglamasi kerak. Tezlik tenglamasini topishimiz uchun biz tezlanish tenglamasidan integral olishimiz lozim. Vt teng bo'ladi. Xo'p, bizda v0 boshlang'ich tezlik bor. v0 plus, demak bu at dt bo'ladi. Bizda v0imiz 16. Xo'p, plus atimiz
minus 0,5 t dt bu barobar bo'ladi 16. Bundan integral oladigan bo'lsak 0,5 t kvadrat bo'lingan 2 bo'ladi. 0,5 ni 2 ga bo'lsak 0,25 minus bor, minus 0,25 t kvadrat bo'lmoqda. Endi to'xtaydigan vaqtini topishimiz kerak. V ni 0 deb olamiz. V 0 da u to'xtaydi. Shunda bu tenglamamizdan 16 teng bo'ladi 0,25 t kvadratga. Bu yerdan t'imiz 4 taqsim 0,5 barobar bu 8 sekund degan. Shundan D javobimiz to'g'ri bo'ladi. 25-test. Xo'p, bu ikkalasi bir-biriga o'xshash, shuning uchun tezroq yechamiz. At time t equal 0, t 0 vaqtda a car mashina has a velocity, demak tezlikka ega 16 metr taqsim sekund. It slows down, u sekinlashmoqda with bilan an acceleration, tezlanish given by berilgan 0,5 t, u metr taqsim sekund kvadratlarda, t esa sekundlarda. At the end, oxirida 4 second, demak 4 sekund oxirida it has traveled, demak u bosib o'tgan bo'ladi demoqchi. Ya'ni qancha masofani bosib o'tgan bo'ladi. Biz bosib o'tgan masofasini topishimiz kerak. Yuqoridagi masalamizda biz vt ni topgandik. Endi vt dan integral olsak, harakat tenglamasi kelib chiqadi va harakat tenglamasiga biz 4 sekundni qo'yib, uning bosib o'tgan yo'lini topishimiz mumkin. Demak, xt равно, demak, ya'ni teng integral vt dt barobar 0t deb qo'ysak ham bo'ladi, aniq integral sifatida. Vt imiz 16 minus 0,25 t kvadrat barobar. Xo'p, bundan 16t minus 0,25 t kub bo'lingan 3. 3 nima bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi. Ana endi shunga biz t ga 4 sekundni qo'yishimiz kerak. Demak, x 4 da teng bo'ladi 16 ko'paytirilgan 4 minus 0,25 bo'lingan 3 ko'paytirilgan 4 ni kubi. Bu teng bo'ladi taqriban, umuman yaxlitlasak 59 metrga teng bo'ladi. 58,667 metr. Bu 59 metr taqriban. Bu javobimiz to'g'ri degan. Xo'p, keyingisi bu ham demak at time t equal 0 a car has a velocity of 16 meters second. Demak, t 0 vaqtda mashina 16 metr taqsim sekund tezlikka ega. It slows down with an acceleration given by. Xo'p, demak, u sekinlashmoqda quyida berilgan tezlanish tenglamasi bilan. Xo'p, demak 0,5 t metr taqsim sekund kvadratlarda tezlanish, vaqt esa sekundlarda. Demak, by the time it stops, it has traveled. Xo'p, demak, u to'xtagan vaqtda u qancha masofani bosib o'tgan bo'ladi demoqda. Demak,
yechamiz. Xo'p, demak 24-testimizda demak to'xtash vaqtini topgandik. V0 da timiz 8 sekund edi. 25-testda esa biz xt tenglamasini topganmiz, ya'ni harakat tenglamasini. Demak, ana shu harakat tenglamasiga biz to'xtash vaqtini qo'yadigan bo'lsak, t barobar 8 sekundni, demak x 8 ni qo'yamiz. Bu 16 ko'paytirilgan 8 minus 0,25 taqsim 3 ko'paytirilgan 8 ni kubi. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, yaxlitlagan holda u bizga 85 metrni beradi. Keyingi testimiz starting at time t equal 0. Demak, t0 vaqtdan boshlab an object jism moves harakatlanmoqda along bo'ylab a straight line to'g'ri chiziq with bilan velocity in meter per second tezligi metr taqsim sekundlarda given by berilgan quyidagicha tenglamada vt barobar 98 minus 2t kvadrat where bu yerda t is in seconds, t sekundlarda, when it qachonki u momentarily shu zahoti stops to'xtasa, its uning acceleration is tezlanishi bo'ladi, ya'ni quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi demoqchi. Xo'p, demak u to'xtagan zahoti tezlanishi nechaga teng bo'ladi? Bizga tezlik tenglamasi berilgan. Tezlik tenglamasidan to'xtagan vaqtida bu tezlik 0 ga teng bo'ladi. Demak, 0 teng 98 minus 2t kvadratdan, demak biz t ni topib olamiz. T'miz teng bo'ladi 98 taqsim 2 ildiz ostida. Bu 49, undan 7 bo'lib chiqadi, 7 sekund. Endi biz tezlanish tenglamasini topib olishimiz kerak. A teng v dan birinchi hosila. Bu teng bo'ladi minus 4t ga. Demak, unga 7 sekund qo'yadigan bo'lsak, minus 4 kara 7 barobar minus 28 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, D javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Bu ham xuddi shunday. Starting at time t equal 0. T0 vaqtdan boshlab an object jism moves harakatlanmoqda along bo'ylab a straight line to'g'ri chiziq. Its uning koordinatlari in meters metrlarda is given by berilgan xt barobar 75t minus 1t kub where bu yerda t is in seconds, t sekundlarda, when it qachonki u momentarily shu zahoti stops to'xtasa, its acceleration is uning tezlanishi teng bo'ladi. Demak, yana shu tezlanishni topishimiz kerak qachonki bu jismimiz to'xtagan paytda. Bizda endi xt bilan berilgan, biz tezlik tenglamasini topishimiz kerak. Bu harakat tenglamasidan birinchi hosila teng bo'ladi 75 minus 3 t kvadrat. Demak, v0 paytda t ni topadigan bo'lsak, demak 0 teng 75 minus 3 t kvadratdan t teng bo'ladi 5 sekundga. Xo'p, endi biz tezlanish tenglamasini topadigan bo'lsak, v dan birinchi hosila. V imiz 75 minus 3 t kvadrat bo'lsa, undan hosilasi minus 6 t ga teng. Endi 5 sekund to'xtaydigan bo'lsak,
5 sekund. A5 barobar minus 6 ko'paytirilgan 5 barobar bu minus 30. Hop, C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. A car, mashina initially at rest, boshlang'ich paytda tinch turmoqda, travels, demak bosib o'tmoqda, 20 metr in 4 second. 20 metr masofani 4 sekundda bosib o'tmoqda. Along a straight line, to'g'ri chiziq bo'ylab, with constant acceleration. With bilan constant o'zgarmas, acceleration tezlanish. The acceleration of the car is, mashinaning tezlanishi teng bo'ladi. Demak, mashinaning tezlanishini topishimiz kerak. Demak, V0 0 ga teng. 20 metr masofani 4 sekundda bosib o'tgan bo'lsa, biz bilamizki, S teng V0 0 bo'lganda A T kvadrat bo'lingan 2 formulani bilamiz. Bundan tezlanishni topadigan bo'lsak, A barobar 2S bo'lingan T kvadrat. S'imiz 20, 2 20 bo'lingan T'imiz 4 kvadrat barobar 40 bo'lingan 16 bu 2,5. Xo'p, C javobimiz to'g'ri bo'ladi bunda. Keyingisiga o'tamiz. A racing car, demak mashina traveling bosib o'tmoqda, with bilan constant o'zgarmas, acceleration tezlanish, increases its speed, o'zining tezligini tezlashmoqda demoqda. Increases its speed oshirmoqda. From dan 10 metr taqsim sekund to gacha 50 metr taqsim sekund over a distance, demak masofada 60 metr masofada. How long does this take? Demak, how long, qancha, does this take, demak qancha vaqt oladi bu demoqchi. Xo'p, vaqtni topishimiz kerak biz. Demak, o'zgarmas tezlanishda tezlikni oshirmoqda, undan 50 metr taqsim sekundgacha 60 metr masofa bosib o'tgan holda. Demak, vaqtni topishimiz kerak biz. Bundan biz tezlanishni topa olamiz. A barobar V minus V0 bo'lingan. Yo'q, T'imiz yo'q bu yerda. Mana bundan foydalanamiz. S barobar V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2A dan biz A'ni topadigan bo'lsak, V kvadrat minus V0 kvadrat taqsim 2S, demak V'miz 50 kvadrati minus 10 kvadrati taqsim 2 va 60. Demak, bu bizda teng bo'ladi. 50 ni kvadrati 2500, ayiramiz 100 ni 2400. 2400 kara 60. Hop, nollari ketdi deylik. Bu bilan bu 120 qoldi deylik. 6 ga bo'lsak bu 20 qolar ekan. 20 metr taqsim sekund kvadrat. Tezlanishni topdik.
Xo'p, boyagi tezlanish formulamizdan ham vaqtni topishimiz mumkin. Tezlanish formulamizdan t barobar v minus v0 taqsim a bo'ladi. Barobar 50 minus 10 taqsim 20 barobar 40 ni 20 ga bo'lsak 2 sekund. Xo'p. Demak, biz bu yerda bunga qo'ymasligimiz lozim ekan. Yoki mana bu yerda xato qilib qo'ydikmi biz? Yo'q. Hammasi to'g'ri. Xo'p, kelinglar. Bo'lmasa mana buni o'chirib turaylik, joyiga yetishishi uchun. Tezlanishni biz topganmiz. Tezlanishni topdik. Endi buni mana bu formulamizga qo'ysak ham bo'ladi. S barobar t plus at kvadrat taqsim 2 formulamiz. Bu yerdan t ni topishimiz kerak. S'imiz qop 60 teng v0'imiz 10. Bu yerda t minus a'imiz 20 bo'lsa 2 ga bo'lsak 10 t kvadrat bo'lmoqda. Xo'p, 10 lar ketadigan bo'lsa, bu yerda 6 qolmoqda. Demak, bizda t kvadrat minus t plus 6 barobar 0. Bu yerdan t 1, 2 barobar minus 1 plus minus 1 ni kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 6 taqsim 2. Bu yerdan t ni topamiz. Minus 1 ni kvadrati, xo'p, diskriminantni topadigan bo'lsak 1 4 kira 6 24. Xo'p. Biz to'g'ri qo'ydikmi? Mana bu yerda pluslik-ku. Orada. Bitta mana bu yerda xato qilibmiz. Xo'p. Bunday bo'lgan taqdirda plus t minus 6 bo'ladi. Endi bu yerda ham birni o'zi bo'lar ekan. Bunday deylik. Minus 1. Minus 1 plus minus. Demak, 1 ni kvadrati minus 4 ko'paytirilgan minus 6. Xo'p, diskriminant 25, bundan 5 chiqadi. Minus 1 minusligini emas, plusligini olamiz, chunki vaqt plusda chiqadi albatta. Plus xo'p 5 taqsim 2 deydigan bo'lsak 4 taqsim 2 barobar 2 sekund chiqmoqda. Baribir shu 2 sekundni beryapti bizda. Demak, bundan kelib chiqadi 2 sekundimiz to'g'ri, boshqa tekshirishning hojati yo'q. Bu yerda to'g'ri javobda xato berilgan. To'g'ri javob answer B deb. B javob emas, A javob to'g'ri bo'ladi.
shunaqa.